Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-aydan nashr qilgan roman İli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism. 2-bob. Davomi. Jangchilar kun bo'yi xandaq qizish bilan bo'ldi. Ularning ichida mushu yerda uzoq turib qolarmizmi? Polkovnik bizni chekindirib nima qildigandi? degan vahima kuzatdi. Kech kirdi. Cheksiz vadini gugum qarang'uliqi asta-asta qaplashga boshladi. Harvalarning taraq-turaqi, otlarning kishnashlari o'chdi. Biroq qarang'uliq qancha yeyilgan sari dushman o'qlarining uchib kelishi shuncha adimakda edi. Shu oraliqda G'uljidan mashina bilan ikki polik yordamga kelibdi. Ular kech soat 12da yetib keladi ekan. Hujum shu chog'da bo'ladi ekan, degan xabar tarqaldi. Buningga kishining ishongusi kelmaydi. İşenmeyi desang, xabarni polik komandirining muhofazatchisi Aqilbek o'zi yetkazib yuratdi. Qiziq. Bu xabar jangchilar ichida xushalliq, tantana qo'zg'amay, xafaliq, norozilik kayfiyatlarini qo'zg'adi. Bizning polik hozirgacha yordamga muhtoj bo'lmagan, dedi xandak ichida yenicha yotgan Jamoliddin. Bu nima degan sa'chilik? O'zlari ololmabdi desa. Batur G'azining ko'zi alaydi. Nizomdin kamga aytmadingmi, Gaytka? Polik komandirining sha'nigimi yaxshi emas-da bu. Aytqil bo'lamdi, uka. Shohratimizning yerga urilg'ing'u urildi. Amal qancha? O'zi talab qildi-da. Ikki polik yetib kelguncha hujum qilib bo'ladi, deb baqmamdiq. Ang bo'lmasa batalyon komandiriga deb baqayli. G'ulg'ula norozilik kech soat 12largacha davom qildi. Soat 1 bo'lganda sitay egizligidan mashinalar chirig'i ko'rindi. Ani kelyotidi. Hammasi kayniga burilib qarashdi va ko'zlarini alam bilan alaytdi. Birining kaynidan beri kelayotgan mashinalar chirig'i yiroqdan xuddi lovuldab yongan cho'g'dek ko'rinadi. Birdamdan keyin chiroqlar ko'rinmay qoladi va yana paydo bo'ladi. Bu mashinalarning turkum-turkumlab kelayotganligidan darak beradi. Oradan 1 soat o'tib ketdi. Chiroqlar kolonnasi texicha uzilmaydi. Mana 2 soatmi o'tdi. Chiroqlar kolonnasi texicha o'chgini yo'q. Bir guruhpa razvedkachilar urush sepining janubidagi texi qirqilib tugmagan qo'mishliq ichiga kirib ketdi. Tong suzilishga boshladi. Mashinalarning oldi texi urush maydoniga yetib kelmayla, Nizomiddinning buyrug'i yetib keldi. Qismlar ataka qo'ysin. Alg'a! Alg'a, yo'ldoshlar, alg'a! Yililar go'yo o'lim jimjitligi hukm surayotgan maydon jangchilarning qiyoqas cho'qqanlari bilan jonlanib, jo'shqinlandi. Qismlar butun saf bo'yicha atakaga o'tgan edi. Hurro! Biroq jangchilarga qaratib bir paymo o'q etilgani yo'q. Bu nemish bir necha kundan beri bir qadammo ilgirlashga imkoniyat bermagan dahshatli to'plar, to'xtovsiz etilgan o'qlar qani. Potaylar go'yo butdak jimjit turdi-g'u. Qismlar potaylarning birinchi qatorini bosib o'tib ketdi. Hurra tovlab ketib borgan Botir G'ozi o'zi tuymagan holda qandoqdir bir cho'nqurlikqa tushib ketdi. U tor to'shikdan serilib tikla tushgan edi. U buning yer osti uyi ekanligini va bir necha go'mindan askarining bir bulonda qisilishib turganligini bayqadi-da, o'zidagi qo'rqish ham g'o'diqishni besib turib qattiq vaqirdi. Tashla qurolni, ro'dupaylar! Ularning beshidan olqitib avtomatidan bir necha pay uzdi. Ustidan hurra sadolari texmo to'lqinlanib anglanib turadi. U yer osti uyning palampaylik ikkinchi to'shkidan 7 nafar asirni haydab yuqoriga chiqdi. Bu chog'da qismlar butun potaylarni ishg'ol qilib bo'lgan edi. Texnichilar hayronlikda qolgan Gayit sho'pirlarning yiniga kelib so'radi. Qani yordam kelgan ikki polkinglar? Biz odam kelmadik. Sizlarga ozuqliq keldik. Nima? Ozuqliq? Shundoq. Kechicha net 100 mashinaning chirig'i ko'ringan-ku. Polkovnikning buyrug'i bo'yicha, dedi sho'pirlarning biri. Biz 8 mashinani o'riga chiqqanda chirig'ini yondirib, pastga tushganda o'chirib, bir do'nglikni aylanaverdik. 8 mashina sangala shundoq net 100 bo'lib ko'ringani yo'q, Gaytka, dedi kulimsirab ularning yiniga kelgan Anvar. Muhimi go'midan qismlarga shundoq net 100 bo'lib ko'rindi. Shua ular badar qaçtı-da. Gayetning yuzida aks etgan hayronlik alomatlari yetdi. Ha, mundaq munarlar bor degina, uka.
Anvar kulimsirab aytdi. Urushning 9 rang, bir jang deganni anglamaganmiding? Anglag'an. Nizomiddinga opirin. Ishlatgan ranglaringga opirin. U o'zimu, Anvarmu, shopurlarmu kulib ketdi. 3-bob. Varisjon onasidan kelgan xaltig'imu qarmay, xat yozishga butun vujudi bilan berilgan edi. Zimlanka ichida o'zidan boshqa hech kim yo'q. Arlab etilgan o'q ovozlarimu uning qulqiga kirmaydi. Shundoq ana, deydi u xatini davomlashtirib. Rayhon ay ashu malayga berilib ketdi. Ko'zimcha sat qiliqlarni qilib, uningga naynaqlaydi. Ashu tigi pasni birdam ko'rmasa chidamaydi. Manga bo'lsa nazar ko'zini solmaydi. Buningga odam qandoq chidaydi? Men o'z go'shimni o'zim yeb, kechsimi, kunduzimi, hatto tushimdimi azoblanib chiqaman. Gulsumay cho'ng onamning sana bergan va'dasi qani? U xotin o'z qiziga ikki og'iz gapini yegizolmasmi? Ana, jinim ana, bir chora qil. Varisjon onasiga munchilikmi yolvurib xat yozmagan bo'ladi. Biroq oqshomki ko'rganlari uning jiniga patdi. Taqat qilg'uchiligi qolmadi. Oqshom u salqindab qo'mishliqning yenidagi pakar do'nglikka yonpashlagan edi. Nodam bilan Rayhon neridagi qarayog'ochning tuyiga kelib paranglashib turishdi. Birdamdan keyin ko'tarilgan oy nuri ikkisini manaman deb aniq ko'rsatdi. Rayhon Nodamning bo'yiga esilgan yordar qo'lini yechdi. Yana qaytadan tangdi. Ikkisi bir nimalarni deyishib kulishdi. Gapning to'lisini Rayhon qilatdi, lekin uqqili bo'lmaydi. Bir chog'da qiz erkilib, beshini Nodamning maydasiga qo'ydi. Varisjon o'rinda turolmay qoldi. Ko'zim ko'rmasin deb ta'tur qarab oldi. Lekin ashu bir jup gavdiga, oy nuri yo'ritgan chiroylarga yana qarg'usi keldi. Ammo qandoqdir tuyuqsizla holsizlangandek madori ketib beshini burashqimi holi qolmadi. Shu paytda u o'z vujudining birdilla ig'irlashganligini, butun a'zoyi badanining qizib ketganligini sezdi. Tushidagidek bir qisma ruhiy holatlarni ko'rgandek bo'ldi. Shuningdan keyin u achchiq alamda to'lg'inib, onasiga xat yozish qaroriga kelgan. U xatini yozib tugatganda tarlab ketgan edi. Zimlanka ishkidan beshini yengishtirib taloga chiqdi. Beshidan o'q uchib o'tdi. Kech kirib qopdi. Har kuni kechligi ular shu yerga keladi, deb o'yladi u. Oqshomqi yerga berib o'ltirdi-da, onasidan kelgan xaltini ochdi. Dastlabda uning qo'liga navat, qand, ushoq tishliq manpasa, pattaza chiqdi. U shularni tutqunicha bir qisma bo'lib turib qoldi. Onasining bolasini sig'inib, qisinib avatganligiga emas, Rayhonga shu ne'matlarni berolmaganligiga bir qisma bo'ldi. Rayhon Varisjonning ko'ngildagidek qiz bo'lsa, shularni ikki qo'llab bersa, nima degan yaxshi bo'lgan bo'ladi, ha? Ondan qog'ozga o'ralgan yo'g'on bir parcha pishqan mayliq go'sht chiqdi. Biroq bangdishib purab qopdi. Varisjonning tari turildi. Keynidan ushoq to'qashlar chiqdi. Umu ko'kirib ketibdi. Varisjonning achchiq keldi. Salgan nimasini qarmamdigan? Udingshidi u. Manga emas, cho'shqiga avatishibsan-da. Sahrolik do'tlar. U titrak bosgan barmoqlari bilan avval go'shtni, ondan to'qashlarni qamallab tutib, qo'mishliq ichiga pirqirtib etishga boshladi. Cho'shqlar yesin bu sesiq narsalaringni. U xaltini beshiga qo'yib yotdi. Yulduzlarga ko'z tikdi. Oltin kirpiklarini chimchiqiltiyotgan yulduzlar uni zangliq qilayotgandek tuyuldi. Nima qilay shularni ko'rib, gapini anglab, ketsam bo'lmamdi. U beshini ko'tardi. Biroq shu chog'da Nodam bilan Rayhonning qorasi ko'rinib qoldi. U shumshaydi va asta yotdi. Uning farzini dalillab, Nodam bilan Rayhon tunugunki yo'g'on qiriyog'och tuviga kelib to'xtadi. Varisjon tashvishlandi. Yaqinroq boraymikin? U o'rnidan turmay, olqonlari bilan yerni terib, shu yoqqa asta shipqidi. At olgandan keyin amdi yeyishviting, dedi Nodam. Bo'lmasa o'zim yeyishitaman. Qiz qarayog'ochga yo'linib daraxt shoxlari orasidan yulduzlarga tikilatdi. Ko'tarangu ko'ksining tez yuqori tuvan bo'lishi uning hissiyotining qo'zg'alganligidan darak berib turadi. Nima degan chiroyli kecha, dedi qiz hammani unutib. Mundaq kechalarga kim mahliyo bo'lmaydi? Qarang, Nodam, av yulduzning kirpiklarini. Osmonda yuramsiz nima? Men sizga tingliqni yeyishitang da'vatiman. Anglayotamsiz?
Mundaq kechilarning qadrini bilish kerak. Bo'lmasa qarzdor bo'lib qolamiz. Qiz butun ig'irliqni bir putidan ikkinchi putiga yo'tkab, Nadamga yaqinroq turdi. Nadam uning so'zining ma'nosini tushunib, "Men qarzga bo'g'ildim" dedi va yuzining o't ilib ketganligini payqadi. "Ikkimiz bo'g'ildik. Siz jiqroq." Nadam Rayhonning qo'lini tutdi. Bu ish xuddi tunji qitim bo'lgandek, Rayhonning badani lovuldab yong'in bo'lib ketdi. Uning qo'lidagi qiziq haroratni bayqab, Nadam nima deyishni bilolmay, "Siz yashmaydigan o'xshaysiz" dedi va tiniqni o'zi yeyishga tutindi. "Siz teg'ichila tiniqdimi? Bo'ldi, men yeshay. Ajab aldirmaydigan ishqa aldirab ketdingiz." Rayhon ikki chivitilgan chigikni tishi bilan tishlab yeyishga boshladi. Mushukdek quliqini ding tutib, ularni marlab yotgan varisjonning yurakini kunchilik o'tlari yondirmoqda edi. "Shu kuni chiroyimga sap salgan bo'lsangiz, qo'rqib ketatdingiz" dedi Rayhon. "Sizga o'q tegdi demasmi? Tas qoldi yurakim etilib ketgili. Yelimi ustixon saq ekan." Nadam kulimsirdi. "Nim bo'ladi o'q tegsa? Urush deganda o'q tegish, o'lish ishlari bo'lib turdi. Qarang, davatgan gapingizni." Qiz rost gapini davatdi. "Nim bo'ladi? Sizga o'q tegib..." Uning badani shurkundi. "Boshqacha biror ish yuz berib qolsa o'laman danga?" Nadam yana kulimsiradi. Ikkisining gaplari varisjonning yuragiga yengidek sanjilatdi. "Ikkisini atsam" deb o'yladi. U tashvish ichida. "Yo'q, birini atsam kim biladi? Uningsizmi ustimizdan o'tayotgan o'qlar ozmidi? Hey, quralim esib qo'ygan yerdala qopdi-da. Texicha o'zimnimi, dadamnimi rozi qila olmadim. Qo'rqinchoqmi yaman? Heliqi chog'dikini hech kim bilmadi-ku. Shu chog'da muni gadoyga tegib ketgan bo'lsa-ku, bitgan ish." Uning yodiga G'uljida Nadamni ataman deb Rayhonni etib qo'yg'ini keldi. Ondan Nadammu yolg'iz turgan toza aplik paytlar kelib qolar degan umidda o'ziga tasalli berdi. Ikkisining gaplari so'z anglanib turadi. "Siz munchilikmi o'ylab ketmang, urush qonuniyatini bilmaydigan odamdek" dedi Nadam. "Rost, shundoq. Agar ikkimizga o'q tegib o'lib ketsak-chu, u chog'da nima armon? O'qda ko'z yo'q. Ikkimizning armonlarga qarmaydi-da." Shu so'z bilan qiz birdilla jimib ketdi va qaynoq janglar ichida yumilab yurganligini unutib, umrning texi lazzati tetilmagan, ammo doim o'ylaydigan boshqacha his tuyg'ularga cho'mildi. Turmushdan o'ziga lazzat izladi. U Nadam bilan tanishgandan keyin dunyoga kelganiga rozi bo'lgan edi. Mana hozir uning bilan yonma-yon turibdi. Lekin mushu qadrlik odamiga o'ylaganlarining hammasini aytqili bo'lmaydi-da. Arzu armonlarga tez yetishni o'ylaydi. Hatto bugun atini arzulab, talay kunlarni o'tkazyapti. U Nadam bilan baxtlik oila qurishni, ikki qiz, ikki o'g'ilga ota-ona bo'lishni, tang qirishni shuncha zarqib o'ylagan emasmidi? Ammo ajal o'qlari aralab yurgan urush uning armonlariga qaramdi. U yaxshi biladi. Sana ajal o'qlari yog'dirayotganlarning o'qlarini jimiqtirmasang, arzulagan baxtlik oilani qurolmaysan. Uni jimiqtirishmi oson emas. Armonlaring yarim yo'lda buzilib qolishi mumkin. Chunki Nadam aytgandek, o'qda ko'z yo'qda. Hey, umr, armonliq umr. Kishining o'ylaganlariga yetmiki nimancha ta'sdu. Qarang Nadam, men ajoyibla o'ylarni o'ylab ketdim. Boshqalar tarafidan xo'rlandik. Xo'rliqdan qutulish uchun qo'limizga qurol oldik. Ne yigitlarimiz qurbon bo'ldi. Ular texi umrning lazzatini tetishqa, alovatini ko'rishga ulgurmadi. Ulardan nima nom nishon qoldi? Nadam xili uzoq o'ylandi. Uning ko'z oldiga aksi keldi. "Mening akam muallim edi", dedi u uzib so'zlab. "U tengsizlikka, adolatsizlikka qarshi kurash qilib o'lib ketdi. Uni butun yurt hozirgacha yodlaydi. Bizni-chu, biz tehi hayot, o'lib ketsak, ko'ksimizdagi o'rnlar qoladi. Odam armonlarga yetmay o'lib ketsa, nima degan echinishdiqa? Ikkimizmi murodimizga yetmay o'lib ketsak, alam emasmi? Dahshat." Nadam kuldi va Rayhonning ochiq ko'ngillik bilan qilgan gaplaridan ta'sirlandi. "Albatta echinishliq", dedi u. "Mening o'yimcha, hayot qonuniyati ana shundoq bo'lsa kerak." Qizning orzusi, kutgini boshqa edi. Shunga uning gapini bo'ldi. "Qo'ying,
Enver Kam'dan öğrenip algan mundaq gepleringizni men mundaq geplerni kitapdan köp okugan. U şundaq, lekin rastımni aytsam nadam, men hazır kilaçikimiz, armanlarımız, turmuşumuz haqidagi geplaringizga teşna. Qiz şundaq dedi-de, ikki qo'lini Nadamning bo'yniga geralashtirib silib oldi. Nadam xuddi nutuq so'zlagandek aytdi. Armonlarimiz qaynoq, kelajagimiz porloq, turmushimiz inoq. Ikkisi qaqoqlab kulib ketishdi va texmu yaqinroq turishdi. Rayhonning shu tapdagi hissiyotini tushungan Nadam saq qo'li bilan qizning beshini selidi va sochlarini barmoqlari orasiga ilib tarashqa boshladi. Har ikki badan simobdek titradi. Nadam beshini ingishtirib edi. Qiz daraxt shoxlari orasidan ko'rinib turgan oyni ko'rsatdi. Qarang, oy bizga qarayotidi. Mastga kelayotgandu. Undaq qilmang. Sat. Rayhon shundoq dedi-yu, biroq ikki oyg'ining o'ktisini kuchab ko'tardi. Varisjonning taqat qilg'uchiligi qolmadi. Agar yenida quroli bo'lgan bo'lsa, beshiga nima kelsimi atqan bo'ladi. Amal yo'qda. Helimi bo'lsa, ikkisini ayirib etish, gaplarni uzatish kerak. Nima qiladi? Yurakni zida qiladigan gaplarni anglab, u bu yerga qandoq kelgan bo'lsa, yana shundoq shipqab surilib, burunqi o'ltirgan yeriga bardida ikkisini vaqirdi. Nadam, Rayhon! Ikkisi cho'chib ketdi, lekin varisjonni unidan tonib, ovoz chiqqan tarafga qaradi. Uydan xalta kepti, ig'iz teginglar. Ikkisi o'ng'aysizlandi, biroq barmay bo'lmaydi. Yuring, mening xo'jayinim, sizning tuqqaningiz chaqiryotidi. Xaltasiga ig'iz tegayli. Bizni marlab o'ltirgan nimada u? Ko'rarga ko'zimi yo'qdi u nimani? Ikkisi varischan o'ltirgan yerga amdila kelishiga tuyuqsiz o'qlar etilib ketdi va ularning beshidan vingildab o'tishga boshladi. Uchlisi yetib oldi. Ular xiligacha yotdi, lekin etishlar pasaydigandek emas edi. U urush oldingi sepidan 2-3 kilometr yiroq bu joyda opur topur boshlanib ketdi. Osmonda belga o'qlari ko'rindi. Bu yoqdan bu yoqqa yugurishlar va dejurni razvedkachilarning kimlarnidir izlab vaqirashlari anglandi. Uchlisi zimlankaga yetivilishga aldirab, ba'zida o'milab, ba'zida yer big'irlab yurdi. Davomi bor.